Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgina mana Podolsk Garovskoy sudidan chiqdim. Bir ukamizni ishi bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tdi. Xo'p, sudda g'alaba qozondik. Ya'ni sud постановлениeni bekor qildi, vidvareni haqidagi постановлениeni. Xo'p, bu ishdagi eng quvonchli, eng yaxshi tomoni shundaki, bu ishda 100% ukamizda aybi bor edi. Ya'ni haqiqatdan hujjatsiz yurib keyin patent qilmoqchi bo'lganlarida ushlab olib vidvareni qilishgan. Demak, ya'ni 100% ayblari bo'la turib, sudda faqatgina protsessual xatoliklar sababli sud bekor qilib berdi. Ya'ni bu yerda faqatgina o'sha tuzilgan hujjatlar, ishni ko'rib chiqish jarayonlari va bular hammasi demak noto'g'ri tayyorlanganligi uchun, davlat organi ko'rib chiqqanligi uchun delani bekor qildik. Bu juda quvonarli hol, chunki protsessual xatoliklar bilan delani to'lig'icha bekor qilish juda kamdan kam uchraydi. Chunki biz u kishini aybsiz ekanligini isbotlash imkonimiz yo'q edi. Faqatgina protsessual xatoliklarga asoslanib turib sud vidvareniyani bekor qilib berdi. Xudo xohlasa, sud qarori tayyor bo'lgandan keyin sud qarorini olib turib bu haqida yana batafsil video qilamiz. Ya'ni nima asosda sud bekor qilib berdi. Chunki bunday videolar migrantlarni qanday holatlarda o'zi sudda vidvareniyani bekor qilish mumkin degan savoliga ozgina bo'lsa ham tushuncha beradi.